Hurmatli o'quvchilar, muzikadan 7 klasslar uchun video sabagimizni boshlaymiz. Bu sabagimiz ulug' jengishning 75 yilligini anglab. Salamasizlar baldar, qandaysizlar? Den so'lug'inglar yaxshimi? Men sizlar bilan sabaqni boshlar oldimda may oyidagi barcha bayramlar bilan qutluyman. Ulug' jengishning 75 yilini to'sib olamiz. O'shandaqdan barchalarni bayram bilan qutlayman. Sabaqning temasi 20-iqlimdan chiqqan kompozitorlari. Sabaqning maqsadi 20-iqlimdan chiqqan kompozitorlari jonida tushunib olasizlar. Sergey Prokofiev jana Dmitriy Shostakovich chiqarmalarini bilib olasizlar. Alardan chiqarmalarini o'qib, estetikalik tarbiya olasizlar. 20-iqlimdan chiqqan kompozitorlari Sergey Prokofiev, Dmitriy Shostakovich, Sergey Rachmaninov, Alexander Skryabin, Igor Stravinsky. Sergey Sergeyevich Prokofiev. Ataklı kompozitor Sergey Sergeyevich Prokofiev 1891 yılı Ukrayna'daki Sonsovka agronomdun uy bölüsünde doğgan. 1904 yılı Sergey Peterburg'daki konservatoriyaga qabul alınadi. Peterburg'da 10 yıl boyu konservatoriyada o'qib, kompozitor, pianist, dirijyor degan 3 kasbni eng so'nggi o'zlashtirib chiqqan. Bu yerda Prokofievning chiqarmalari ko'rib turibsizlar. Alarning ichida Lev Tolstoyning romani So'g'ush yana tinchlik degan opera yozadi. Ballar uchun Petemning Qarshqir degan muzikalik jumug'ida har bir obrazga muzikalik asboblar bilan berilganini o'zingiz videoda ko'rib qolasiz. Сейчас вы услышите и увидите симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк». Каждое действующее лицо в этой сказке имеет свою музыкальную тему-мелодию, которую исполняют разные инструменты оркестра. Струнный квартет, 2 скрипки, альт и виолончель, изображает пионера Петю. Флейта – птичку. Гобой – утку. Кларнет – кошку. Фагот – дедушку. Валторны изображают волка. Dmitriy Dmitrievich Shostakovich. Dmitriy Shostakovich 1906 yılı 25 noyabrda Peterburg'da tug'ilgan. Dmitriy Shostakovichning chiqarmalari har turli janrda bo'lib, 20-iqlimdan atamekenlik yana dunyolik muzikalik madaniyati tarafidan jo'g'ri baholangan.
uyga tapşırma. Sergey Prokofiev jana Dmitri Shostakovich jönündäki maglumatlardy okup öýrenýär. Algan maglumatlarga karata 5-den test tüzүү. Joker ırı, ırının jakty.